Tug'ilgan kunim bayram deb o'tish uchun PUBG ham bilgan holda o'yinga yangi Druvain degan custom mixni qo'shdi. Lekin bu custom mix boshqalarga umuman o'xshamaydi, chunki bunga yangi funksiyasi va 3 xil rangi bor. Hozir sizlar bilan birga qancha UC ketishidan qat'iy nazar yangi custom mixni ochib, UC yetguncha full qilib qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum, men Kardinal. Bugungi videoda sizni ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman do'stlar. Qani yangi custom mixni ko'ramiz. Qani bu animatsiyasi bizga vashiyatda qiziqmas. Birinchi o'rinda nimalar qo'shilgan ko'rib olamiz. Bu yerga mana aytganimdek 3 xil rangda custom mix, lekin bu bitta, lekin rangi esa 3 xil. Va bu yerda o'zini orужияsi, qanday laboratoriyadan sirasi ko'ramiz. Birinchi level shunaqa, ikkinchi level вот такой, uchinchi level. Kulchat vashshe katta ekan, lekin bu yerda effekt popadaniyasi va o'zini blokchasi и o'zini o'tganda qanaqadir o'qi boshqacha chiqar ekan. Yangi funksiya bor ekan bu avtomatda. Chaqaloq, assalomu alaykum. Yaxshimisan, tinchmisan? Nima gap? Mana bolalar. Yuzlariga kir, Rahmat. Bolalar necha yoshga kirdim deb o'ylaysizlar? Komment yozib qoldiringlar. Necha yoshga kirdim bugun 1-avgust? Tabriklar ham qo'yinglar kommentga bolalar. Mana bu yerda happy birthday deb yozilgan, u tushib qoldi-da, shariklar bor edi orqada. Bu yerda lekin men bu orужияga yangi qo'shimcha qo'shib, lekin zo'r qilibdi, lekin gap yo'q. Va bu yerda 6-leveldan 1-level, farqi ancha bor. O'zini jestli 4 ta odam yonida mana shunaqa jest qiladi. Вот такой, chiroyli. Nima bular? Chiroyli. Custom mixning o'zini jest va We are the sea of stars. O'zini ovozi, o'zini yashigini lekin yasab qo'yishibdi. Bug'u, bo'ri, hamma narsa bor. Qani bu lakini ochib ko'ramiz 30%. Normal, yaxshi berdi. Va bu yerda o'zini planerini ko'ramiz. Qani planeri qanaqa ekan custom mixni? Chiroyli. Koroleva deb o'tishyapti. O'zini bu yerda jesti bor, вот такой. Lekin jestini olish kerak, lekin vashshe menga yoqdi. Bu yerda yana bir xil, ikkalasi почти bir xil. Okey, va bu yerda mifический maska, mifический ryukzak ham chiroyli ekan. Bu mutant bo'lar ekan, bu какой-то mifический kiyimi bor ekan, shunaqa chiroyli. Va bu qizlar uchun mifический jest. Va bu yerda aksessuarlari. Endi asosiysi custom mixni o'zini ko'ramiz. Bu yerda aytganimdek bitta custom mix, lekin rangi 3 xil. Mana ko'k rangi va bu yerda yashil rangi va bu yerda olov rangi bor. Bu 3 xil custom mixni faqat farqlari rangida va jestlarda bo'laman. Ikkinchi level shunaqa, 44 ta odam yonida mana shunaqa tipa kirib keladi endi 4 ta odam yonida. Va bu yerda yugurayotgan payt o'zini mana bunaqa boshqa voronga o'xshab yugurar ekan. Okey. Va bu yerda 3-level вот такой, killshot вот такой va bu yerda o'zini 5-levelda o'zini jestlar bo'ladi. Mana 4 ta odam yonida mana shunaqa kirib keladi do'stlar, yangi custom mix. Qaranglar. Нереальный. Bu odam o'ldirgandan keyin shunaqa jest qila olasiz, bola. Sapernik, ya'ni dushmanni o'ldirgandan keyin siz dushmanni ustidan izdivatsiya qilasizmi, kulasizmi? Mana shunaqa jest qila olasiz, ya'ni dushmanni o'ldirgandan keyin. Mortal Kombat'da какой-то. Va bu yerda eng oxirgi urvini mana shunaqa ko'rinishda. Va bu 7-level, 7-level hech kimga kerak emas. Prosta mana shunaqa planer beradi и bug'uchani qo'shib qo'yadi. Bularda ham xuddi shunaqa kirib kelishi bir xil. Va bu yerda lekin killchat boshqacha. Mana bu killchati qizil, bunda esa yashil yonib turadi. Ko'ryapsizlarmi? Killchatda farq qiladi, rangida farq qiladi, bo'ldi. Buni 1-level shunaqa, 6-level shunaqa. Bu ham какой-то вообще. Bu ko'k rangi ham boshqa rangi juda ham chiroyli va buni killchat esa buniki ko'k rangda, bu burgut do'stlar, ko'k rangda burgut. Hammasi bir-biridan chiroyli. Bu yerda yangi funksiyasi bor, ya'ni bu yerda bir sochini rangini o'zgartirsak bo'ladi. Oq bo'lib qoldi, bunisi ko'k. Mana shunaqa funksiya. Bu yerda esa jest bo'ldi. O'zini jesti tipa burgut paydo qiladi yoki-da qush paydo qiladi. Tipa mana shunaqa funksiyasi bor o'zini. Bu yerda yugurayotgan payt mana shunaqa yuguradi do'stlar. O'zini yangi funksiyasi, va yugurayotgan payt burgutni qo'liga oladi, tepaga tashlaydi va mana shunaqa odamlarning duxini berib yuguradi. Bu ham tipa shunaqa qo'liga oladi, tipa burgutni tashlab yuboradi, yuguradi. Va bu yerda mana bu haykalchasi o'zgaradi xolos. Mana shunaqa hamma funksiyasini ko'rsatdim. Endi sizlar bilan birga open case qilamiz do'stlar. Qani 10 ga bitta omadimiz sinab ko'raylik bir. Qani nima tusharkin? Open case vashshe chiroyli yoshilishi. Kinoteatr, kosmos, ibi. Buncha uzun propustit qilib yoramiz. Rahmat. Vahimali ochildi va o'yladim nimadir beradi o'zi. Qani 560 ga, lekin animatsiyasi haqiqatan chiroyli, vashshe menga yoqdi, lekin propustit bam.
Tak. Oo, pichoqchasini berdi уже birinchi o'ntalikda normalniy. Aytgancha do'stlar, bizda UC bonus bor edi. O'zbekistonlik, lekin Xitoyda yashaydigan akamiz bizani Guardian UC xizmatimizdan UC xarid qilib oldilar. Hozir UC bonuslarni olamiz. Bu do'stlar UC bonuslar har sezon keladi. UC solsangiz sizga shunaqa UC bonuslar beradi. 60 UC xarid qilasiz, PUBG'ni o'zi 60 UC beradi mana shunaqa qilib. Siz esa bu yerda 600 UC xarid qilsangiz 60 yashik 300 UC bonusga beradi do'stlar. Akimga esa arzon ishonchli UC kerak bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni UC servisini tavsiya qilaman. Bu Guardian UC. Silkasi mana shu videoning tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, original UC magazinimizga kirib, arzon, ishonchli va omadli UC'larni xarid qilib olasiz do'stlar. Ishonchingiz va xaridingiz uchun kattakon rahmat. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu o'zbek akamiz Xitoydan turib ham bizani Guardian UC servisimizni tanlaganlar, chunki narxi arzon, ishonchli va juda ham omadli UC servis. Mana 7 ta UC paket bor ekan. 7 ta o'zlarda ham bor edimi menimcha. Qani necha UC beradi taxmin qilib yozib qoldiringlar. Bam! 12600 UC do'stlar. Necha UC'dan berdi komment yozib qoldiringlar. Necha UC? 58 ming, ya'ni 60 ming biza UC ishlatdi. Ya'ni ikkita paket turibdi. Uni ham ochsa bir 65 ming UC bo'ladi. Qani 65 ming UC ga o'zi open case qilamiz, ketdi. Open case propusit bilan berib. Bam propusit UC ko'p. UC ko'p. Ovoz qani? Kosmikisni. Ovoz qani? Do'stlar, va bu yerda 3 ta ruletka bor. Bu yerda orujasini beradi, bu yerda esa mifklarni beradi. Biz hozir uchalasini ham ochib ko'ramiz, omadimizni sinab ko'ramiz. Biz hozir birinchi Kosmikisni olaylik, keyin oruja qaraymiz bu yerga. Ovozi qani Kosmikisni? Qani bunaqa qilib ochaylik qani? Bunaqada ovoz bor. Ammo ochilib och. Shalvar mifik berdi. Oy. Chiroyli lekin chiroyli. Va qarang, o'ylasizman videoni boshidan like, obuna so'ramadim-da. Hoziroq haligacha videomizga like bosmagan bo'lsa, biz endi insonmiz, bilaman, like bosish esimizdan chiqib qoladi. Men bu narsani eslatish mening vazifam. Do'stlar, videomizga albatta like bosamiz, kanalimizga obuna bo'lamiz va kommentariyada tabriklab yozib qoldirsanglar juda ham xursand bo'lardim. Keyin qo'ng'iroq tugmasini ham siqib yondirib qo'yinglar. Hattoki televizordan ko'rayotgan bo'lsangiz ham pultda erinmasdan qo'lingizga olib like bosib qo'ying do'stlar. Endi tug'ilgan kunga shunaqa bir like, obunani podarka qilib olsanglar bo'ldi. Sizlardan menga boshqa narsa kerak emas do'stlar. Prosta like, obuna, kommentariya, tabriklar. Men xursand. Bo'ldi. Men obunachilarimdan menga hech nima kerak emas boshqa. Rahmat katakon. Tabriklar uchun rahmat oldindan. Oy, lekin. Qanday bunday bo'ldi? Ana tug'ilgan kun omad ketdi 1 yillik. Ana tug'ilgan kun keldi, omad ketdi. Endi qanday bunday bo'lyapti do'stlar? Like bosinglar, obuna bosinglar, ko'rdinglar, omadli bo'lyapti. Ana videoni boshidan UC servisda reklama qildim-ku, shunga ham omadli bo'lyapti-da. Nimalar ber? PUBG bug bo'ldi bolalar. PUBG bug bo'ldi. Guardian tug'ilgan kunida PUBG bug bo'lib, Guardianga hamma narsani berib tashlayapti. Qanaqasiga? Bildi PUBG ham bildi tug'ilgan kunligingni bildi. Deyapti. Daji PUBG menga yaxshi narsalar beryapti, lekin sizlar ham obuna bosib qo'yinglar do'stlar. Har birimiz mana haligacha obuna bosmasdan ko'radiganlar borda mana. Bugun vaqti. Bugun ana bak bu. Bolalar, hamma ochsin bu ruletkani hamma ochsin. Zo'r narsalar beryapti, lekin meni open case'imni ko'rib ham, meni videomni ko'radi odamlar, obunachilarim ko'rib, qanaqa ruletka kelibdi, omadlimi, omadsizmi deb, keyin o'zini akkauntida ochadiganlar. Gapirishga qo'ymayapti. Meni videomni ko'rib odamlar o'zini akkauntida ochadi-da, keyin qani yaxshi kesmi, yomon kesmi deb. Odamlar, insonlar, obunachilar, meni Guardian oilam bemalol ochishinglar mumkin. Zo'r omadli kelgan Kosmix. Vashshi. Kosmix bervordi. Sarig'ini tanlaymizmi? Olovmi? Qarochi Kosmix chiqqanda qaysini olasan deyapti bizga. Qaysini bola Kosmix berib yubordi hozir bizga. Sarig'ini olamiz, ketdi. Bam. Oy. Yangi Kosmix berdi bizga. Buni animatsiyalari boshqacha-yu. Qani. Oy. Yangi Kosmix. Open case'ni boshqatdan boshlab berdim. Open case boshqatdan boshlab berardi-yu.
PUBG bug bo'ldi. Realni PUBG bug bo'ldi. Mana hamma narsani oldik. Buni qaranglar. Kolleksiya ham 67 bo'ldi. 67. 100 necha yuz ketdi? 8100 ketdi. Hamma narsani oldik. Mana qaranglar. Hamma. Planer, Mythic, bitta bosh qopti, mana bitta bosh qopti, bitta aruja qopti bo'ldi. Hammasini oldik. Hozir bizga yana Custom Mix chiqsa, biz yana rangini tanlab olishimiz mumkinmi? Hozir buni o'yin ichida ko'ramiz. Arujani qaranglar. Do'stlar, like bosmasanglar bu videoda bo'lmaydimi? Mana shu videoda 30 ming ta like ko'rsanglar juda ham xursand bo'lardim. To'lgan kun mana omad yo'pingiz ketyapti. Aytgancha qadam o'ylasa to'lgan kun meniki, lekin men aziz obunachilarim uchun Telegramda katta konkurs boshlab yubordim. Bilasizlarmi, bu safar konkursimda nima qo'ydim? O'zi kechagina 50 ming so'mlik konkursimni tugatdim. Videosini yaqinda chiqaraman, opengiz qilib. Tak, propustit. Do'stlar, ona Vashyo yomon beryapti-yu. Qanday o'ylaysiz? Men bu safargi konkursimizda, okey, rahmat. Bu safargi konkursimizda 50 ta Real Pass qo'ydim, Lednik full takoy donaterskiy akkaunt qo'ydim va 10 ming UC qo'ydim do'stlar. Jami sovg'alar soni 60 ta. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida konkursni deb silka qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, avtomatik tarzda Telegram konkurs botimizga kirib start tugmasini bosasiz, atiga 5 ta kanalimizga tirs obuna bosib qatnashib qo'yasiz konkursimizga. Bo'ldi, sizdan ketsa 30 soniya, ya'ni 30 sekund vaqtingiz ketadi. Lekin sizda Lednik full account yutib olish, RP yutib olish shansi bo'ladi. Kirib konkursimizga qatnashib qo'yinglar. Men har bir obunachimga konkursiga omad tilayman. Bu meni sizlarga tug'ilgan kunimda bir kichkina sovg'a do'stlar. Hammalarga konkursda omad. Kirib qatnashib qo'yinglar. Addushi sizlarga yurakdan maslahat, konkursga qatnashish kerak, chunki sovg'alar ko'p, yutish imkoningiz juda ham katta. Hammaga omad konkursda. Bolalar, qizlar, akalar, opalar, singillar ochish kerak ekan bu openkesi. O'zim akkauntimda обязательно. Короче, yangi arujani berdi. Oy, aruja. Mana openkesimiz tugadi, diyo tugamadi. Tugadi, lekin ibi. Lekin qaranglar do'stlar. Обязательно UC'ni Kardian UC'dan olish kerak. Undan keyin mana shunaqa omadli bo'ladi. Bo'lmasa, unaqa omadli bo'lmaydi. Обязательно Kardian UC'da mana shu akamiz ham Xitoydan turib pulni tashlayaptilar Kardian UC'ga. Chunki Kardian UC'ga farqi yo'q. Xohlagan joydan pulni qabul qilib oladi, UC'ni tashlab beradi. Mana do'stlar, omadini ko'rishingiz mumkin. 8000 UC'ga hamma narsani oldik. Open case vashchi nerealni ketyapti. Nereal. Men qo'yil qoldim. Mana tamom. Do'stlar, yana bitta bosadigan bo'lsak, bizga 1000 ta moneta berdi. Bu garant, mana garant pastda turadi, bilmaydiganlar uchun. Biz 8000 UC sarflaymiz va 8000 sarflagandan keyin mana bu pastda turgan garant to'lib qoladi. Agar bizga Custom Mix'ni o'zini chiqarib bermasa, siz 8000 UC ga 100% garantni o'zidan Custom Mix'ni chiqarib olishingiz mumkin. Custom Mix bersa agar sizga 1000 ta moneta ortib qoladi va bu 1000 ta monetani siz o'zingiz olishingiz mumkin. Mana yana bitta olishimiz mumkin. Bu yashigini, rangini tanlaymiz yoki-da birorta o'rtog'ingizga sovg'a qilib yuborishingiz mumkin. Bu prosta siz foydangizga ishlaydi, bu zo'r. Vashcha, lekin open case menga yo'q. Open case zo'r ketyapti. Okey, endi давайте arujani ochib ko'ramiz. Men bu yerda qanaqa? Men bu yerda omadli open case qanaqa? Arujasini sinaylik. Men bu yerda sinab ko'raylik qani, aruja beradimi, bermaydimi ko'ramiz. Bermaydimi ko'ramiz hozir. Men orqa fonni ham yangi Custom Mix'ga moslatib yashil qilib, chiroyli qilib qo'ydim do'stlar. Qani, yarashibdimi? Men buni qaranglar, yangi fragmentdan boshqacha bo'lib qolgan. Ya'ni bu sariq fragment bilmaydiganlar uchun mana bu kichkina fragmentlar, mana bu katta sariq fragment. Okey. Lekin bu open case'ni maslahat bermayman. Bu open case omadsiz. Mana bu yer omadsiz ekan. Arujani open case'ini ochmanglar do'stlar. Ochishni maslahat bermayman. Endi mana bunisini ko'ramiz. Mythic'ni, Custom Mix open case'ini ko'ramiz. Qani bu yerda omad qanaqa? Mani vazifam, men open case'chiman do'stlar. Men sizlarga ko'rsatib berishim kerak. Qaysi case omadli, UC'ni qayerda arzon sotadi va qayerdan UC'ni xarid qilib olib shunaqa omadli open case qiladi, hammasini men sizlarga ko'rsatib aytib berishim kerak. Albatta Kardian UC va mana open case ko'ryapmiz, lekin bu ham omadsiz. Bu ham какой-то ko'ngil to'lmayapti. Yana bitta ochib ko'raman, hech nima bermasa, demak bu omadsiz case. Bolalar, qizlar, Kardian oilasi sizlarga maslahatim, mana shuni ochinglar. Mana shu casedan arujani ham, planerni ham hammasini berib yuboradi. Kettu. Ana.
Ana. Ana. Yey, vashshe gap bo'lishi mumkin. Planerni berib yubordi. Qani, arjasini beradimi? Yo'q, menga shunisi qiziq, chunki material ham kerak-ku, material. Arjasini, material kerak deganda. PUBG men tug'ilgan kunligim uchun buni shunaqa qilyaptimi? Berib yotibsiz-ku. Do'stlar, gap bilan, prikol bilan, lekin обязательно like bosib qo'yinglar. Televizordan ko'rayotganlar, обязательно like, obuna bosinglar. Mana shu videoni o'zida 5000 ta obunachi kelsa, men sizlarga nerealniy kontentlar chiqaraman, kollaboratsiya kontentlar, men tug'ilgan kunim, wow, arziydi-da. Mana shu videoni orqasidan 5000 ta yangi obunachi kelsa, men vashshe xursand bo'laman. Rahmat kattakon obunangiz va like'ingiz uchun. Tak, ketu. Opangiz pichoqcha, kallacha. Turizm qani 10x bo'ladimi? 10x bo'lmadi. Mayli, keyingisida bo'ladi. Arjasini bermayapti-yu. Arjasini. Material. 3 ta material bo'lsa, arjasi. Mana bunaqasi propust. 10x bo'lganda zo'r bo'lardi, lekin mayli. Normalniy. Bu yerda 24 ming UC qoldi bizga. Endi taktika qilib ochamiz. Biz arjani chiqaraylik. Akkaunt egalari aytdilar, yangi Cosmixni 4 level qilsangiz menga yetib ortadi dedilar. Xo'p, yangi Cosmixni 4 level qilsangiz yetib ortadi dedilar. O'sha yangi Cosmixni oldik. Qani UC'imiz 4 levelgacha yetadimi, yetmaydimi? Video davomida ko'ramiz. Qani 60 ming necha levelgacha yetadi, nimalarni ola olamiz, hammasini hozir sizlarga video davomida ko'rsatib beraman. Qani, best propustit ochsak, omadli bo'ladimi? Mana shu narsani hozir sizlar bilan birga tekshiramiz. Tak, best propustit, lekin opangiz animatsiyasi juda ham uzoqda, lekin ashsha uzoq. Okay, hech nima. Mifik, okay. Qani propustit bilan endi. Obunachilarni qo'li. Normal obunachilar, kardinalni qo'li. Okay. Ramikni qo'li. Berdi do'stlar. Bermadi. Obunachilarga zo'r berdi. Obunachilarning qo'li. Qani? Okay. Bu yerda endi kardinalni qo'li edi bu. Bunisi Ramikni qo'li. Ramik tizza. Berdi do'stlar, berdi. Berdi, lekin 10x berib yubordi-yu, monetalarimiz 4,5 mingta, 4700 ta bo'lib ketdi. Bu yerda mana bu narsalarni olamiz. Okay, let's go. Nimadir berdi? Jessica. Yana Cosmix berdi. Cosmix berib yubordi. Obunachilarning qo'lida Cosmix mana obunachilar, lekin yorib yubordinglar oxirida. Qarshi obunachilarimiz yana bitta chiqadigan bo'lsa, yashilni oling deb yozib qoldirganlar. Biz esa obunachimizni xursand qilgan holda mana yashilni ham olamiz. Vay. Buni jestda o'zi bir dunyo. Buni qani chiqib kelishini qaranglar. Ikkinchi Cosmix bolalar. Qani. Ikkinchi Cosmix yashili do'stlar. Let's go! Mana shu videoni editorlar kim edit qilib o'zini Instagramiga joylasa, prosmotri 50 mingtadan oshsa, $10 pul beraman. 10 ta video qo'ysangiz, 10 tasi ham 50 mingtadan prosmotr oshsa, $100 bo'ladi. Editorlar sizlarga vizov, gazini bosinglar, edit yorib yuboringlar. Edit qiladigan joyi ko'p, lekin mana shu videodan bosish kerak. Edit qilmanglar, edit qilib yuboringlar do'stlar. Edit kredit bo'lmasin. Qani, bam. Lekin haqiqatdan omadli opangiz bo'lyapti. Обязательно haligacha like bosmanglar. Like bosib, obuna bosib qo'yinglar. Bir narsaga e'tiborli bo'linglar. Men like-ni 2-3 marta so'rayapman-da, ketma-ket. 10x. Mana. 10x ikkitasiga berib yubordi. Kimga mana shunaqa omadli yuz kerak bo'ladigan bo'lsa, bu kardinal UC silkasi mana shu videoni tagida UC deb qoldirganman. Xuddi mana shu silkani ustiga bosasiz, original UC Telegram magazinimizga kirib, ishonchli, arzon narxlarda UC'ni xarid qilib olasizlar do'stlar. Mana omadni ko'ryapsizlar. Omadmisa omad bo'lyapti, lekin gap yo'q. Ust kelyapti. Ustma. PUBG bug bo'ldi. Javob beraman, PUBG bug bo'lgan. Hamma ochishni tavsiya qilaman Cosmixni. Haqiqatdan omadli bo'lar ekan. Do'stlar, like-ni 2-3 marta so'rayman-ku, siz lekin 1 marta like bosinglar. Agar siz 2-3 marta ketma-ket like bossangiz, birinchi bosgan like-ingizni qaytarib olasiz. Shuning uchun faqat 1 marta bosinglar. E'tiborli bo'linglar. Buni qayerdan bilaman desangiz, like bosgan paytingiz like-ni ichi to'la bo'lib turadi, qop-qora, oppoq bo'lib turadi. Agar like bosmagan bo'lsangiz, like-ni ichi bo'm-bo'sh bo'lib turadi. Agar sizda
Nerealli. Bergani bergan do'stlar. Bergan. Agar sizda like-ni ichi bo'm-bo'sh turgan bo'lsa, shuni to'ldirib, qop-qoraga oppoq qilib qo'ying. Rahmat. Shu narsani o'rgatmasam, ayrim obunachilarimiz bilmaydi. O'sha uchun o'rgatib qo'ydim. Aksariyat obunachilarimiz like bosadi, 2-3 marta so'rayman, keyin qaytarib oladi. O'zi bilmagan holda 2-3 marta bosadi, birinchi bosgani qaytarib oladi. Shu uchun shu narsaga ozgina e'tiborli bo'lamiz. Rahmat kattakon do'stlar. Let's go! UC tugadi o'sha. Уже videoni kulminatsion joylari 10 ming UC qolmoqda. Qani biz Casimix'ni yangisini ana oxiri Arujani oldik. Arujaga 10x bermaydimi? 10x Arujaga. Ko'ryapsizlar. Sizlarning vaqtinglarni o'tirmadim. OpenCS propusted, faqat propustedni ochdim, lekin haqiqatdan omadli OpenCS bo'ldi lekin. Haqiqatdan zo'r bo'ldi. Zo'r OpenCS bo'ldi lekin menga yoqdi lekin. Tak, propusted. Qani tezroq orta nimadir yana bitta Aruja berib yuborsa zo'r bo'lardi, lekin mayli biz o'zbekmiz, ichimiz qonimiz qaynaganda biz bergandan keyin yana bersin deymiz-da. Bergandan keyin yana bersin. Yana farqi yo'q. Beraversin. Nima berdi? Hech nima. Hech nima. Hayajonlanib ketdim bola, hech nima bermadi. Tak, propusted. Okey. Tak, kallasini berib yubordi. Okey. Propusted. Okey. Vo, 5000 qolmoqda o'sha oxirgi pallalarda 10x bermaysanmi oxirgi pallalarda? Xursand qilmaysanmi PUBG? Oxirgi pallalardan bam xursand. Vo, material. Qani bitta hisob-kitob matematika qilamiz bolalar. Qani Casimix'ni nechinchi darajagacha ko'taramiz endi. Biz hozir endi monetalarimizni ishlataylik, xo'p desangiz, bu yerda tak hozircha buni olmay turamiz. Mana buni olib turamiz. 200 tasi 1400 ga tushadi, ya'ni 30% bizga skidka qilmoqda. Hozir bundan tak 10 da sotib olishimiz kerak. Menimcha o'ylayapman, yangi Casimix'ni full qilishga yetadi deb o'ylayapman. Do'stlarga yetsa, ishoninglar, nerealli. Prosta nerealli bo'ladi. Bundan avval bitta olamiz. Tak, okey. Endi qolganiga mana bundan sotib oladigan bo'lsak, 440 ta berar ekan. Okey. Va bizada endi hisob-kitob qilamiz, kallani ishlatamiz. Maksimum harakat qilyapman. Kamroq UC sarflab, Casimix'ni full qilishga. O'zi aksariyat hollarda Casimix'ni 100 ming UC bilan full qilsa bo'ladi-da, 6-level qilsa bo'ladi. Lekin men hozir 58 ming UC bilan full qila olmayman, do'stlar. Lekin OpenCS omadli bo'ldi, lekin haqiqatdan omadli bo'ldi. Hozir men hisob qiladim do'stlar, yana bizga ozgina yetmayapti. Ozgina yevozi full qilamiz, ishoninglar. Qanday 58 ming UC bilan Casimix'ni full qilsa bo'ladi? Bu qanday bunday do'stlar? Vashcha ichim qizib ketyapti, chunki Guardian UC'ni olmadi, tug'ilgan kunni olmadi, obunachilarni olmadi. Bugun o'zi meni kunimmi deyman-da. Nerealli OpenCS bo'ldi lekin. Bizga ozgina yetmayapti. Okey, men uchun yetish kerak. Bo'ldi do'stlar, tayyormisizlar Casimix'ni full qilishga? Men ko'rishlar mumkin, o'sha monetalarni yetarli darajada biz yig'ib oldik. Endi Casimix'ni full qilamiz. Yey! Bu Casimix'ni full qilsa, funksiyasi ham juda ham ko'p mazza qilib o'ynaydigan Casimix bo'ladi. Akamiz bizga mashina ko'taring deganlar, qani ketdi. Qani, ikkinchi level bize olovli kerak. Olovlini tanla deyapti. Qaysini full qilasan deyapti. Mana olovli. Sen faqat bittasini tanlay olasan, keyin o'zgartira olmaysan shuni deyapti. Ya'ni biz faqat bitta Casimix'ni ulchit qila olamiz, to'g'rimi? Nu, okey. Bizga faqat shunisi kerak bo'ldi. Bam. Yangicha animatsiyalar boshqacha. PUBG ishlayapti. Qani 3-level? Okey. Bye. Kill chat. Bam. Oy. Let's go. Va bu yerda 5-level. Okey.